Shunaqa shinam hovlingiz bo'lsa, 8 ga 6 abagresli basseningiz, bu yoqda chiroyli zelyonniy zonangiz, tapchan, arg'imchoq, letniy kuxnya, sizga yana qanaqa komfort kerak? Ayting menga. Assalomu alaykum. Biz Mirobod tumani Fayzobod ko'chasida joylashgan 6 sotuvli uyimizga tashrif buyurganmiz. Undan tashqari bu uyimizning hovlisida o'zini lichniy sanuzeli mavjud. Bu yoqda esa saunamiz uchun qilingan joy, bu yoqda dush, bu yoqda esa zona отдыха. Davom etamiz. Endi sizlarga uyimizning ichki ko'rinishini ko'rsatamiz. Ko'rib turganingizdek, biz uyimizning birinchi qismi, ya'ni zal qismidamiz. Bu yoqda bizda TV zona, bu yoqda mягкая zona. Zalimizdan chiqqanimizda esa bizani ajoyib bo'lgan kuxnyamiz kutib oladi. Kuxnyamizda ayollarimiz uchun kerakli bo'ladigan jamiki mebel texnikalarimizning eng sifatlilari qo'yilgan. Davom etamiz. Bu yoqda esa рабочий xonamiz. Рабочий xonamizdan kirganimizda kattalarimiz uchun spalnyamiz. Spalnyamizda ham jamiki kerakli bo'ladigan mebel texnikalarimiz hammasi mavjud. Davom etamiz. Bu yoqda игровой xonamiz. Bu yoqda esa детский xonamiz. Va oxirida kattalarimiz uchun yana bir spalnyamiz. Va bu yoqda общий sanuzlimiz. Davom etamiz. Endilikda sizlarni uyimizning ikkinchi qismi bilan tanishtiramiz. Va nihoyat biz uyimizning ikkinchi qismidamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda ham bizani ajoyib va kengina bo'lgan mягкая zonamizga qarshi olyapti va navbatdagi nozik did bilan qilingan juda ham chiroyli bo'lgan spalnyamiz qarshi olyapti. Davom etamiz. Mягкая zonamizdan uzoqlashmagan holda bu yoqda bizani barcha sifatli mebel texnikalariga ega bo'lgan kuxnyamiz qarshi olyapti. Va oxirida esa ajoyib va kengina bo'lgan общий sanuzlimiz. Ushbu fayzli xonadonimiz uchun 520 ming dollar narx so'ralyapti. Agar sizga ushbu xonadonimiz manzur kelgan bo'lsa, srochni uy egalariga telefon qilib, ko'rishib, kelishib, chiroyli narxlarda baraka qilishingiz mumkin.